Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar, navbatdagi mebelimizni Samarqandchalar serisiga qo'yib berdik. Demak, mebelni arzon qilishda boshladik do'stlar. Mana bu yerlarga sensorlarni qo'yganmiz do'stlar. Bitta qo'l bilan mana bunday siz o'chadi, mana bunday siz yonadi. Mana bu ledlarni ham ko'rsatib qo'yganman mana. O'zini joyiga qo'yganmiz. Mana bunlar bilan bir xilda ko'riklar ketadi. Xo'p, materialimizga keladigan bo'lsak, kashtan akrilik hisoblanadi. Tuletskiy yo'llari 19 mm qalinlikda. Bu yerlarni o'sha haldenning tepasiga adinishga olib berganmiz. Bu yerlarga haldennikka mosladik. Tagidagi noshkalari o'sha Tuletskiy original noshkalar bo'lgan. Bu yerni ko'rishingiz mumkin, mana chiroyli qilib vakuumli sistema, hammasi original. Bu yerlarga moykalarni o'zimiz qo'yib o'rnatib berdik. Eng qizig'i do'stlar, sizlarga yana bitta yangilik. Endi bundan buyog'iga bizga Gevri Mebelga 5 metrdan ortiq ish aytgan odamga mana shunga full moykalarni qo'yib beramiz. Ya'ni bu full moykalarimiz bunday qilgan holatda mana bu yerdan ikki xil variantda suv tushadi. Bemalol tozalab yuvishingiz mumkin. Mana bunda ikkita nimalar bor, ko'tarasiz, to'xtaydi. Buni ezadigan bo'lsak, mana bu yerdan chiqadi. Graduslargacha ko'rsatib turadi do'stlar. Suvni o'zini termostatini. Xo'p, mana buni yoqib o'tiramiz. Sabab bu yerdan stakan chaqash uchun mana bu sharsharamiz mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga o'sha dozatorlarni qo'yilgan. Eng full varianti oxirgisi. Agar suv sizga behuda kerak bo'lsa, uni o'chirasiz. Yana bitta narsasini ko'rsatib keting. Mana bu holatda hozir mana suv ketmayapti, ko'ryapsizlar do'stlar. Mana buni bunday qiladigan bo'lsak, mana buni ko'tardida suvni olib kirib ketadi mana. Yana buni qo'yasiz, o'sha yopiladi. Mana bunda ikkita savatchasi bor o'zini maxsus. Xo'p, taxtagachlari bor, senzorli yo'q. Обязательно mana buni yoqqanda shu yerdan mana ko'rib turibsizlar, suvni gradusigacha chiqarib beradi. Mana 10 gradus o'sha hozir ishlayapti, ko'rsating. 10 gradus. Buni o'chiramiz, o'sha o'chdi. Ana shunday. Demak, bu yerlar orqa taraflarini kafer o'rniga dekor plast qilib berganmiz. To'klarni hammasini o'zimiz ustanovka jarayonida joylab ketdik. Bizga elektrik boshqa olib kelganimiz yo'q. Suvlargacha ulab berdik do'stlar. Bu yerga o'sha vitishkalarni qo'yib berdik. Vitishkalar ham sensorli mana ko'rib turibsizlar, mana qo'lni olib borasizlar, yonadi. Bu yerdan svetchalari 750 объемli vitishkalar. Xo'p, tayyorlik ko'rsatishda davom etamiz. Bu yerga o'sha tortmalarni qilganmiz, tandemlardan qo'yganmiz, tandem sakaskalardan foydalanganmiz. Bu yer bunisiga xuddi shunday mana yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Tagi esa bar. Xo'p, bu yerga gazlarni o'rnatib berganmiz. Gazni ulasa bo'ldi. Bu yoqqa hamma yo'g'i mana ishlayib turibdi. Bu yerga o'sha duxovkalarni qo'yganmiz mana. Duxovkani qo'yasiz, yoqasiz, o'sha mana ishlayapti mana. Ko'rib turibsizlar. Hammasi atido joy-joyiga qo'yiladi do'stlar. Mana bu yerga o'sha polkalar bor. Ularni ham qo'yganmiz. Bu yerga katta qilib, yoniga 80 sm balandligini 240 razmerda mana shunday katta pinal yasab berdik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Qo'yilgan petlalarni ko'ring mana. Bitta mana 150 sm eshigimizda 5 tadan 10 ta petlasi bor do'stlar. 100% PVH kronka bo'lgan, yopilishlarini ham ko'ryapsiz. Eshik og'ir bo'lishiga qaramasdan bir xilda yopyapti do'stlar. Hammasi parazmeri qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Qaydalariga bo'shlarni o'sha o'zini materialdan qo'yganmiz. Tepa qismlariga keladigan bo'lsak, bu yer mana 40 sm. Bitta narsaga e'tibor beringlar, yopilganda mana to'rala eshik ham hammasi bir xilda turadi do'stlar. Razmeri bir xil olingan. Bu yerga suv shilkalarini qo'yganmiz, nijivega materialdan zanglamaydi, suvga chidamli. Tepasiga polka qilganmiz. Aytgancha, bu ishimizni tepa qismini ham o'z ko'rinishini samarmendiy variant qilganmiz, high-tech qilib, tepa qismida o'sha chiroqchalarni qo'ymaganmiz. Shuni hisobiga tepa qismini mana bunday eshikli qilib ketdik do'stlar. Balandligi 90 sm tashkil qiladi. Har bitta o'rnligi 30 sm dan to'g'ri keladi bitta polkamiz. Tepa qismini mana bunday qilib yopib berganmiz vitishkani. Orqasi teshilmagan, endi joyida teshtirib oladi. Tepa qismini biz yopib mana shunday qilib qo'yib berganmiz do'stlar. Bunisidan bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p idish-soy kirib ketadi. Mana bu plankalarni ham bekorga qo'ymaganmiz. Mana bu polkamiz uzunligini hisobiga yukni bemalol ko'tarishini hisobga olganmiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarga ham e'tibor berasizlar do'stlar. Keyin yana bitta narsa
Mana bu eshigimiz ochilganda ko'ryapsizlar, ruchkasi bu eshikka xalal bermaydi. Mana shuni yaqindan ko'rsatib qo'ying, mana ruchkasi unga xalal bermaydi. Sababi biz mana bunday qilib ruchkaga shunday plankalardan qo'yganmiz. Bir xilda ko'rinish uchun ikki tarafidan 5 sm dan ko'rinadi. Tepasi ham, pasti ham xuddi shunday do'stlar. Xo'p. Mana shu ishimiz kimga qiziq bo'lsa, kimga shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, pastki nomerlarga to'liqroq ma'lumot olish uchun bizga aloqaga chiqsanglar, batafsil tushuntirib beramiz. Yana bir narsa, oshxonani tayyorlashdan oldin, zakaz qilishdan oldin oshxonangizga qo'yilayotgan o'sha yevremont, mana bu suvni o'rnilarini qilayotganingizda bizga bir maslahat qilsangiz, biz o'sha joyini sizga to'shni aytib beramiz. Keyin perdalik ishlari bo'lmaydi. Bu birinchidan o'zingizga qulaylik, ikkinchidan mebelchiga ham shunday olib keladi, o'rnatib ketadi, joyingizga cho'tga tushadi degan maslahatlar beramiz. Demak, sizlar bilan yana bir mijozimizni birgalikda xursand qildik. Xudo xolisa, aytilgan kun vaqtiga olib kelib qo'yib berdik. Buni uydagilar ham xursand. İşimiz yoqqan bo'lsa, обязательно bitta kommentariyaga o'zingizlar fikrlarni yozib qo'yinglar va like tugmasini esdan chiqmasin. Sababi kimgadir shunday mebellar kerak bo'lsa, chet elda yurgan aka-ukalarimiz, o'q-ukalarimiz bemalol aloqaga chiqinglar. Borib O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunovka razmer olish va 3D variantini chizib berish mutlaqo bepul. Sizlar bilan Yeremeyev bo'ldi. Yeni YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.